Bo'ydaqlar, bu shogirdlarni aytib qarang. Bo'ydaqlarga qiz yo'q paytda bu ikkinchisiga uylanyapman deydi. Chida bo'lmaydi, harakati bo'lsinlar. Ustoz bu kamiga qiz bola. Layla taqdir ekan, vaqtli bu. Nima kamim bor? Ustoz endi birorta to'yxona sizlar endi ustoz degan nomimiz bor. Bo'ldi, qizlar. Bu yerda eng zo'r to'yxona mendan senga to'yxona. Yurash, to'xta. Senda to'ying hali bo'lgan yo'q, to'xta. Ustoz to'yxonani zo'rla ketaman, men o'zim tutolmayapman. Ushbu to'yxonamiz Bo'ydalar tantanalar saroyi bo'ladi. Bu yer 500 o'ringa egali to'yxonamiz. Dizaynlarni ko'ryapsanmi? Bo'ydada yagona bo'lgan to'yxona bo'ladi. Bu yerga o'tin, boshqa to'yxonalarga o'xshab suv olib kelishing shart emas. O'zing shunday kelasan, dasturxoningga nima ketsa, o'shani olib kelasan. O'sha bo'ldi, kelin bilan baxtli bo'lasan. O'tgandan kelin bolani dadasini nima deydilar? Dadajon deydi. Oye! Shu dadajonlar uchun maxsus joyimiz 40 kishilik bemalol menga kelgan mehmonlarni, erkak xudolarni shaydan kuzatish mumkin. Ustoz ish qanday qimmat rasmi? Yo'q, qimmat emas. Bu yerda narxiga keladigan bo'lsak, narximiz 3 milliondan 7 milliongacha bo'lgan narxlarimiz bor. Bu yerda har xil to'ylar bo'lishi mumkin. Manzilimizga keladigan bo'lsak, bu yerda tantanalar saroyi, bu yerning kindigida joylashgan bo'ladi. Pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. To'yxona o'zimizniki, bemalol kelaverasizlar. Joningiz sog' bo'lsin.